ishlaydimi? Ha, unashtirildim, yaqinda to'y, o'tir. Iye, senga nima bo'ldi? Aka unashtirildi, endi bizga yo'l ochildi. Voy. Mavarayı pişliğimi ne oldu? Xotinim Tyson so'rovdi. Tysonni fanati shekilli deb olib keldim. Ha, xotin Tyson emas, Dyson so'ragan ekan. Öyle 56'lar hech qachon xotinidan qo'rqmaydi. Ketsin nerede? Nerede gerek? Mana 2, mana 4. Ona aylantirib oplading senchi? Oz bola yangi so'z o'rganadi. Somsaxonaga sous qilaman. Big'illataman. O'zing yaxshimisan? Og'zing sasiyapti. Meni og'zim hech qachon sasimaydi. Mana jag'iga nima qilgan? Ertalabdan limonli xurmo yegan ekan. Mana buni ochib ber. 56 zo'rda, bitta chiqqan. Sen biznes boshlading, nima bo'ldi? Buxgalter top, banka bor, u bilan shartnoma qil, xullas yugur ko'p ekan. 56-yilda qolib ketishdingmi? Sal zamonaviy bo'lishgan. Paynet ilovasida xolis degan funksiya bor. 10 daqiqada Face ID orqali biznes yatib otsang bo'ladi. Indirjit o'zing qara. Tinmay big'illataman bularni. Ro'yxatdan o'tish onlayn. Ro'yxatdan o'tganingdan keyin biznes hamma ochiladi. To'lovlar 0% komissiya bilan qabul qilinadi. Undan tashqari har bir operatsiya uchun 0% cashback beradi. Soliqlar, hujjatlar barchasi avtomatlashtirilgan. Barchasini Paynet ilovasi o'zi yuritadi. 1-yanvardan yatib uchun soliqlar 1% bo'ladi. Xavotir olma, barcha ma'lumotlar va hujjatlar kabinetda saqlanadi. Voy, rasul zohrakilam ekan, kirolmay yotibman. Ishlaringda bitta xotinimni qo'ymaydigan men ekanman. Yurish bizga o'tiramiz. Aniqmi? Taniq. Ayati, jonim, sharminda qilmagin. Aldaysan-ku, Sardor. Xotiningdan qo'rqasan-ku. Kankillataman. To'roningdan qo'y yag'la, soat 3 bo'lyapti, nahorga oshkul yemaymiz. O'zi 2da uxladik-ku, dada. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Qizing turdimi? Ha, 2da salonga ketdi. 8da qaytadi. Yo'nbay, 8gacha bo'yanar ekanmi? Qulog'imni sochim bilan bekitib yurganman-da, bugun to'yim, endi nima qilaman? Xavotirlanmang, Salim. Men professional bo'lib ketganman. Qulog'ingizga superkala bilan yopishtirib qo'yamiz. Hamma shu striylar choyxonachi bo'lgan. Aytda chollarga osh kirganda qoshiq kirmagan. Tezlash qo'y yag'la. Ha, dadasi chaqirdingizmi? Men senga necha marta aytganman, ukangni skladga qo'ymaylik deb. Etta bilan ichib olibdi. To'la qulluq bo'lsin. Rahmat. Men qara to'yda ishlab uchdi endi. Anchaga tushdi, ana mebel bilan kiyim-kechakka ancha ketib qoldi. 30 ta qog'oz ketdi. Voy, namuncha arzonroqqa bitirsa bo'lardi-yu. Qanaqa qilib? Mana mumkin degan ilova bor. Play Market yoki App Store'da skachasi qilib olasan. Bundan-chi bilasanmi, katta skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi. Hey, kiyim-kechak deysanmi, mebel deysanmi, bitovoy texnika deysanmi, katta nima mahsulotga skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi, tushundingmi? To'yni ham arzonga bitardi. Qo'shnim bo'lib turib, to'y kuni aytasanmi? Qo'y yag'i. Sendaqa qo'shnim. Amin. Avullama. Borgan joyingda toshdek qol qizim. Qo'shganing bilan qo'sha qariga. Nima bo'ldi? Superkli qo'y bordi.